Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olamni yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bizni kuzatib borcha aziz obunachilar, bizning proyektimiz bugun kunimiz bozor. Bozor kuni ertalabdan ishga shunday kelsam, akalarimiz uje tomni boshlab yuborishdi. Tomni boshlab yuborishdi. Hasharchilar, ko'p hasharchilar. Alloh razı olsun, haqlarga duo qilsizlar hasharchilarni. Hormaylar akalar. Zo'rmisizlar? Hasharchi akalarimiz ham ishlarni boshlab yuborishdi uje. Nasib bo'lsa bu tomonni tomni uje 3 qator, 3 ta qator va 3 bir qo'shalasizlar. Alloh razı olsun. 3 qator shibirda bu tomondan uje urib qo'yishdi. Bugün sal endi bilmadik, bulut, yomg'ir aralashib o'tirib bu tomonlar qorayib kelyapti osmonlar. Narada qorayib kelyapti. Endi bug'ı Allohdan nima bo'lsa, agar imkon darajasida agar bugun yopishib ketsa, yopib yuboramiz ham. Bu tomonlar qani? Bu tomonlar böyle men kecha ana kelmagandim, chunki kecha yomg'ir bo'lganligi sababli bu tomlarni oldi tomon yoptalashdi. Gap yo'q. Yoptalashgan. Assalomu alaykum. Hormaylar akalar. Assalomu alaykum. Aka, jonlarimizlar. Assalomu alaykum. Sog'mi? Zo'rmi? Hurmatli aziz obunachilar, ishga turchilarimiz aka, biz bu 3 kun 4 kun ish qilib kelaylik. Sizdan oqilib bu ish bag'i taradingizni ko'ravering degani men kecha iltimos qildim xalqimiz, ehsongo'y xalq. Sizlardan ularga kundan o'tsalarga puldan o'tmaysizlar. Faqat ishimizni to'xtatmanglar iltimos akajon. Bir imkon qilib ko'pchillashib yig'ib beramiz inshaalloh. Deb ana qilganda yana masjidimiz imomi ham ukajon sizlarni rozi qilamiz inshaalloh degandilar. Bularga iltimos qilib kelib ishni boshlasham turibdi. Alloh razı olsun Jalibek aka. Rahmat sizdan. Biroz gapimni yordamga kelganingiz uchun. Rahmat. Hurmatli aka-ukalar, ishga turchi hissalarimizdan ozgina qarzimiz borda, shuni qo'llab-quvvatlaylik. Ozmi ko'pmi bulardan bola chaqasi bor. Qo'llab-quvvatlasak, bag'oyatda xursand bo'lardik. Bu tomonlarni bir ko'raylik-chi. Tomonlar yaxshi chiqdi. Ular yo'qligini. Ancha-muncha chiroyli bo'lib qoldi. Bu tomonni vardobnachilar, bu tomonni nima qilsak bo'ladi? Shuni kommentariyaga yozinglar, mana fronton deylarmi? Frontonni mana shu tepani nima qilsak bo'ladi? Bir mana shuni kommentariyaga hamma yozsin. Frontonni shu tomondan eshik qo'ysakmi? Uni ham yozinglar. Eshikdan shu kirgandan keyin to'g'ridagi uyni oxirisidan qo'yaylik maydigina eshikchasini yo nariki mayda darvozaxonaga o'ng qo'ldagi maydigina xonani ustidan qo'yaylikmi? Ertaga bir tepaga chiqib bir narsa qo'ymoqchi yo bir ana qilmoqchi bo'lsa, shunda yozib ketinglar, maydigina eshikcha qo'ysak bo'ladimi yo qo'ymasdan yopib tashlaylikmi yo? Shu haqida ham o'zinglar. Nima qilsak bo'ladi? Tunuka qilaylikmi? Nima qilish kerak? Shuni bir yozinglar kommentariyaga. Hamma shu masalani aytsin, fronton masalasini. Bo'ladigan bo'lsa, shu bugun shuni masalasini yopib, keyingi ishni ko'raveraylik deymiz. Imkoniyatimiz boricha. Xullas, men ham bir o'zim emasman, ikkita o'g'lim bilan kelganman bugun. Imkon darajasi o'zim ham ishlayman, naqd bo'sanasi mana yerlarda shu bilan olib berlardi. Yo'lak masalasini harakatini qilamiz inshaalloh. Birazga qilib Ne'matjon tog'a bordik-ku, Hojibo. Shu buvodan borib ana olib kelishimiz kerak, Appalovga olib kelishimiz kerak. Ne'matjon tog'a, sizni ko'rib turgan bo'lsangiz Appalovga uchun boramiz. Appalovga kerak bizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday qilib qoldingizmi? Xalq amri bilan shahar yuboraylik deydi. Qayta bormaysizlarmi? Yo'q, hojijon. Kelib ancha xursand qilish.
Akalar shoshmay turinglar, bir hojibon bilan bir hojibon. Ha? Xodimlariga Hasanov. Umrimizga barakot. Rahmat. Qilayotgan har bir ishlaringizda Alloh o'zi sa'y harakatlaringizga katta ajr savob yozib turibdi. Amin. Shu Namanganda shu ishlarni ko'rib, bizda 10 dan ortiq ishlarda ishtirok etgan banday ojiz hammasi strapil paytida yetib borardim. Mana esingizda bo'lsa, o'sha haligi katta oxirgi proyektdan o'sha strapil bo'lgan paytida ishni boshlaganimizda butun chakimda turardi. Mana bu strapildan tugaydi. Qancha ishlar bitilgan, bundan bag'oyat xursandmiz. O'sha uyimizda o'tirib hammasini fikr, zikr ayladik. O'sha yerga borib bir 5-4 kun duo qilib, o'shalarni ishida harakatida barakatini qo'shib qo'ysak degan maqsadga keldik. Maşallah. Maqsadimiz xolos. Maşallah. Boshqa bizga hech narsa kerak emas. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xalqimiz shu yerdagi insonlar beg'araz emas ekan. Mehnati bilan, qalbi bilan, axir iyonasi bilan shu yerda shunchalik katta ishlarni qilishdiki, men bag'oyat xursand bo'lib ketyapman. Bag'oyat kelin ichingga sig'mayapti. Güzel bo'lib qolibdimi hojibon? Uncha proyektda hammasida bizning proyektlarimizda bitta bitta daxlas o'rtasiga gazxona qurilardi. Bu yerda mana siz o'sha 3 ta farzandni bittasi qiziq. Bittasi deganni hammasini bilib turib etib shu o'rtada bir qiz haliga qiynalib qolmasin degan maqsadda mana bir mehmonxonani soldik. Albatta kelgan mehmon mana uyga kirmasdan mehmonxonaga kiradi. O'sha xonadonda bolalar tarbiyalanib o'sib, xalqimizni xonadon sohibasi duoda bo'lishadi. Voy bundan ortiq, bundan ko'rkam, bundan go'zal qanday? Ertadan boshlab yana bu ishlarimiz go'zallashib, hammasi bir ikki terilgan sadafday bo'lib borishini men hech aqlimga sig'mayapti. Shunchalik katta mehnat qilib o'rganimizga. Barakallah. Barakallah. Albatta Alloh qo'llavuvchidir. Alloh borki, Alloh bo'ldi dedi, shu ish boshlanib ketdi. Alloh martabamizni ulug' qilsin, tan jonimizni sog' qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishib turibmiz. Chunki mashaga kelib, mana tomni yopib turgan ukalarimizdan beg'araz xizmat qilishyapti. Bularni Alloh martabasini ulug' qilsin, tan jonini sog' qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishib, jannatga pashdan qo'yishyapti. Nomay amallarni o'ng qo'llarda yozib turibdi Alloh taolo. Bu kunlarimiz o'tib ketadi. Bu kunlar hammasi o'tguchi ekan. Lekin mana shu yetimni peshanasini sinab, yetimniga mana shuni uy qurganda Alloh taolo aytarkanki, qo'lini ikkita qilib ko'rsatib turib, kim yetimni boshini silabdi, kim yetimga infoq qildi, kim yetimni uyga bir choriq solibdimi, bir narsa qilibdimi, u jannatda maminam deyilgan ekan. Shularni bilgan holatda mana shu yerda qancha insonlar shuni harakatida xizmat qilib turganlarni Alloh martabasini ulug' qilgan, tan jonini sog' qilgan, ikki dunyo saodat erishib turgan qancha boy do'stlarimiz borki, onalarni shu yerga yetkazib kelib turishibdi. Albatta bilamiz, pul Allohning muhri. Yaxshi joyga xizmat qilsa, nomay amalga yoziladi. Po'lat sandiqida ehtiyot qilib ushlab yotaversa, itdan o'lib ketadi. Bu yerga mana qancha insonlar shuni onasi bilan o'zidan o'zi qolmaydi. Biz mehnat qilyapmiz, tepadagilar mehnat qilyapti. O'sha boy yaxshi insonlar ozgina zakotini, ozgina mablag'ini, ozgina shepirini olib kelib tashlab ketdi. Yaxshi shofirlarimiz mana qumdan shag'alni yetkazib berishib turibdi. O'zi bo'lmaydi. Ertaga bu hammasi bitib ketadi. Va lekin siz bilan biz qilgan mehnatimizni, nomay amallarimiz orqaga yozilib qo'yiladi. Ertaga Allohning huzuriga borganimizda, bundan shuntirab turmaymiz. Faxriddinjon Namangandan kelganda qancha gunohi bordi. Topkelingni Surxondaryo nimasidan deb toraziga qo'yganda, men o'sha torazida yutib ketay deb men shu yerga keldim. Boshqa narsani istaganim yo'q. Men shu yerda qilgan har bir ishlarimni Alloh ko'rguvchi, bilguvchi. Ertaga qancha odamlarning ko'nglini og'ritganman, odamlarga ko'p ortiqcha gapirgan ekanman mana shu yerda. Mana shunday bo'pti deb men noto'g'ri gapirgan ekanman. Gapirmagan gapi ham menga shuni yuklashdi. Va lekin
aytayapman, ertaga huzuriga borganimda qancha gunohlarimni savobini mana shu yerdan istab turibman. Xudovandi Karim maloikalarga aytadi, bor. Namanganlik o'sha odamni Surxaryoqda ishlagan ekan mehnatiga, qan to'razi gap kelsa deganda, to'raziga qo'yganda barcha gunohlarim to'kilgandan keyin o'sha men uchun afzal. Shuni deb keldi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mehnatkash ukalarimga, qo'li qadoq mehnatkash ukalarimga tepada turib, qanchadan qancha ishini tashlab kelib, mana shu yerda tezroq tomini yopib bersak, chakib o'tmasa adirkashlarni boshqa olar ekan degan ukalarimni Xudo martabasini o'qisin, tanjani sog' qilsin. Ikki dunyo saodatga erishib, ertangi indingi hayitdan keyin katta ishlariga omad, barakotini bersin. Allohu akbar. Qadamlaringizga hasanat hojibojon. Qani menga ish ko'rsating. Hojibojon, siz duo berib tursangiz bo'ldi bizaga. Duoning orasiga chiroylab ishlayman pari. Sanafanda o'raylik. Shunday hojibom, hurmatli aziz obunachilar, men efirlarimda aytib o'tganman. Asli mana shunday kanalim yurishiga asli ana bo'lgan inson, mana shu inson dolar kechalari bilan uyinda yotib duo qilib 21 kun shu kun xonadonlarda o'sha proyektning nomi nima edi? Yo'q, bizning mahalladagi. Mahalladagi joyda shu kishini xonadonlarda yotib, o'sha yerdagi o'sha ko'ngli kimsiz insonlarga vatan qilib berdikki, mana ular xursand bo'lib o'sha xonadonni shupirib sizdirib duo qilib turishibdi. Ertaga bu bitgandan keyin bu xonadon sohibasi ham, bolalarimdan kichik go'daklari ham dasturxonda amin. Mashlarni qilganini martabasi ulug' bo'lsin, tanjani sog' bo'lsin. Boshqa joyda ishlashyapti. O'sha yerdan barakasini topsin o'shalar. Ey Xudo, bola chaqasi bor. 5 kun, 6 kun, 3 kun, 4 kun mashida beg'araz xizmat qildi. Axir nimaga xizmat qildi? Xudolik uchun qildi. Xudo ko'rguvchi, bilguvchi, hammasiga Xudo sababkor deb shu jajji bolalarimiz, o'sha kimtuk ayamiz, erlari o'tib ketgan, shunda qiynalib turgan insonlar duo qilgandaki duo ijobatda. Ijobatdir Allohim. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, martabamizni ulug' qilsin. Allohu akbar. Rahmat hojibojon. Aziz obunachilar,
tom qismimizga 6 metr novimiz ozgina yetmay qoldi. Novlarimizni olib keldik mana hozir. Alloh rozi bo'lsin, shu yerda nov bergan akamizdan ham narxidan pastroq qilib berdilar. Shopir akamizga ham Alloh rozi bo'lsin, arzonga olib kelib berdilar. Haqlarga duo qilib qo'yasizlar. Fathullo akam o'zi ishni yakunlash arafasida. Fathullo aka, assalomu alaykum aka. Zo'rmisiz? Fathullo akamlar o'zi ishni yakunlayli ukajon birdan. Даже obed ham qilmalar, to'g'ri aytsam. Uka, tomni birdan masalasini yopamiz-da-yu, keyin boshqa ishni ko'ramiz deydi. Men aytdim, mayli aka, bo'ldi, bo'lmasa biz zingillab obed qilishmasdan hozir tomni birdan yopishadi, chunki ob-havomiz sal injiq kelmoqda. Shuning uchun ham sal bo'lib turibmiz-da. Hurmatli aka-ukalar, mana Shopir aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan akajon, Qanjon Sulton akamlar haqqiga duo qilib qo'yinglar. Like vasila. Bo'ldi, rahmat aka. Duoni qilaylik. Aka, Akmal Haydar kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lganmiz aka. Obuna bo'lgansiz, rahmat akajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan, Qanjoningiz sog' bo'lsin. Hurmatli aka-ukalar, xullas tom masalasiga bo'lgan kanki masalasini olib keldim. Tom uji temasi yopildi hozir. Shunday ham hojibor tom temasi uji yopildi, shundaymi? Oxiri kanki bordi, shu kanki uji tamom. Hojibomlar uji mana shu bir haftadan beri tomni masalasi bo'yicha kelib yordam qilish, haqlarga, farzandlarning haqiga, oilalarning haqiga chiroyli qilib duo qilib qo'yasizlar. Tomga endi chiqolmayman-da men. Xayrsiz. Narvondan mana yerdan. Narvondan qani chiqsa yiqilib ketmasam bo'ldi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Ob-havomiz injiq kelmoqda. Tomlarimiz yopib bo'lindi. Yomg'irga qolib ketmaydi. Biz ham hali obed qilgan soat millarimiz 2 bo'ldi o'zi. Lekin obedga chiqishmay birdan tomni temasini yopaman. Keyin tushaman turibdilar. Borib zingillatdilar, meni borib novda olib keling deydi. Kankini tavba qilaman, astag'firulloh. Hurmatli aziz obunachilar, usta akalarimiz qaytmoqdalar, tom ustalari ishlarimizni nihoyatda go'zal qilib yakunlashdi. Shu usta akalarimizni oilalari, farzandlarining haqiga bir chiroyli qilib duo qilib qo'yasizlar. Keldi, hozirmi? Usta akalarimiz qaytamiz deyaptilar inshaalloh. Ularga chiroyli duo qilib qo'ysak. Duolarimizni Alloh sen ko'rguvchi, sen bilguvchi. Sen g'oyiblarni bilguvchi. Bu ukalarimiz hozir ayniqsa bu yomg'irlik mana 3 kun 4 kundan beri Sirapilil tepasini yop berib deb bir kishiga aytsangiz bahona nima hisob qiladi. Qanchadan qancha ishlar yasab, tamomizga berishki, ularning nomi amaliy katta zarhar harflarni katta savob amal yozildi. Alloh sizlarning martabangizni ulug' qilsin. Tanjonlaringni sog' qilsin. Axir sizlar ham farzand o'stirayapsizlar. Katta tog'larda turibsizlar. Bu qilgan xizmatlaringni evaziga o'sha tog'larni eson-omon, mardonavor yengib o'tasizlar. O'sha tog'larga Pilapoyga haligi birinchi qadam bosib qo'ydinglar. Alloh ko'rguvchidir, bilib. Hozir hamma ishlaringlar nomi amalini orqasiga katta zarhar harflar bilan yozildi. Alloh hech kamlik ko'rsatmasin. Bundan ruhlangan holatda yana mana shu qo'li kalta, shunda bir muhtoj bo'lib turgan insonlarni albatta bundan bog'i yana mana shunaqa mehnat bilan hech kim o'lmaydi. Ammo lekin mana shunaqa bo'lganda juda yaxshi ishlar bo'ldiki, ilohim farzand o'stiryapsizlar. Ota-onalarning martabasi ulug' bo'lsin, tanjani sog' bo'lsin, ikki dunyo saodati erishib, bizlarga o'xshab haj amallariga, umra amallariga olib borishlikni sizlarni ham nasibingiz aylasin. Farzandlaringni katta yigitlar o'qimishlik, olim tuzaloq bo'lsin, qori qurroq bo'lsin. Yurtimizlik, tinchlik, amniyatda lekin baloyi ofat qazolardan o'zing asrash, o'z balosi, shu balosi, kulli ofati, zolim zulmidan panohida asrab, topganingni yaxshilikka buyursin. Topganingni uylaringga, to'ylaringga buyursin. Hech kamlikni ko'rsatmasin. Va Robbil olamin, ya hayyan nasirin, rahmatika ya arhamar rohimin. Allohumma mahfirli
والوالدي والأستاذية والجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأتين إنك بجوب الدعوات ورفع الدرجات من جزء البركة فوزي الحوجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. من الجد يسير لك الرجال قال لك ما سمح الدعاء